Janob Chin, bizning direktor Lin Haoning turmush o'rtog'i va Lin Hao kompaniyasining kuyovi. Kuyovi? Men sizlarga aytdim. Meni onam Lin Hao guruhining bosh direktori deyapsizlar, ishonmay haqorat qildingiz. Xo'sh, menga ayting-chi, uni kim haqorat qildi? Ular ovqatni yerga tashlab dadamga yedirmoqchi bo'ldi. Xonim, unga ishonmang, bu bolada shunchaki gapiraveradi. To'g'ri, bola-da aldayapti. Kela qol, amaking senga konfet beradi. Katta aka, nega ertaroq kelmadingiz? Siz Lin Hao kompaniyasining kuyovi ekansiz. Hozirgina sodir bo'lgan hamma narsa tushunmovchilik edi. Keling, o'tiring, mehmonimiz bo'ling. Yovxon, taomni onam uchun yedim. To'ying bilan ham tabriklayman. Istiqbolli kelajak ham tilayman. Aka, katta aka, ketmang. Sun kotiba, siz bu... Sizlarning kuchingiz birgalashib boshqalarga past nazar bilan qarashga va yerga urishga yetadi xolos. Narsalarni yig'ishtiring, ketamiz. Nima uchun? Nima uchun? Endi foydasi yo'q. Bosh direktor Linni xafa qilganingdan keyin bizga nima bo'ladi? Rostdan ham juda ham omadsizman. Qaydan ham senga turmushga chiqdim. Qo'y. Oho, seni bu to'ying bunchalik zerikarli bo'lmasa. Lin Hao, xotirjam bo'lsang-chi, seni o'sha akang faqatgina meni amakivachcham Lin Hui ko'chadan topib kelgan soxta kuyov xolos. Demak, aslida shunaqamidi? Ammo men allaqachon Lin Hui kompaniyasidan haydaldim. Men shu yerdaman-ku. Nimadan ham qo'rqasan? Lin Hui Zhao oilasining yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Chinxiao tez orada butunlay yo'q qilinadi. Menga ishonaver. Hech qancha vaqt o'tmasdan o'sha Chinxiao seni oldingda tiz cho'kadi. Buni xohlaysan-ku, to'g'rimi? Katta rahmat, Lin Hao. Chinxiao, sen menga yetkazgan zararingni 100 baravar qilib o'zingga qaytaraman. Sendek noshud odam menga boshliq bo'la olmaysan. Dada, men sizga juda ham yaxshi oilani topib berdim. Bu kalit. Men Chinyo'ga aytaman, sizlarga ham ko'paytirib beradi. Sizda bu obro'yingiz bor ekan. Men yana Xiaocho'ga eng yaxshi maktabni ham gaplashaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Vau! Jivello, siz nima uchun keldingiz? Seni amakivachchangdan eshitishimcha, bu yerda sen bilan kelishib olishimiz kerak bo'lgan bir ish bor. Kel, bir suhbatlashaylik. Lin Boyue, u nima qilishni istaydi? Mana bu shartnomani imzolab, stansiya loyihalarini unga berasan. Tushunarlimi? Stansiya loyihalarini tayyorlashga 7 yil vaqtim ketgan. Bu urush departamenti bilan aloqa o'rnatish uchun meni yagona imkoniyat. Menga aloqasi bormi? Men faqat pul undiraman, tushunarlimi? Bu Lin sulolasining uyi. Lin sulolasi uyi? Bugun men bilan kelgan odamlar unchalik ham ko'p emas. Shunchaki eshik oldida 100 talab yaxshi yigitlarim bor xolos. Agar ish bitsa, bu yerda Lin sulolasining uyi bor. Heylon guruhi, sizlar qonunga bo'ysunmaysizmi? Uni qo'yib yuboringlar. Bilasizmi nega qora ajdaho jamiyati beyududi 10 yil davomida turishga muvaffaq bo'ldi? Chunki Beyduning yer osti hududi barchasi mening hududimdir, to'g'rimi? Direktor Lin xonim,
U sizga qancha bergan bo'lsa, men ham bera olaman. Lekin bu loyiha bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Unda 100 milliard beraman. Bema'nilik. Bu zo'ravonlikdan boshqa narsa Sen emas. juda to'g'ri gapirding. Men aynan tortib Sen- olyapman. Nima sen? Meni bu yerga hadeb kelib ketavergan ortiqcha vaqtim yo'q. Yo shartnomani imzolaysan yoki 100 milliard berasan. Aks holda bugun kotibangni almashtirishingga to'g'ri keladi. Shunday chiroyli yuzlar. Ming afsus. Kimdirni aybdor qilmoqchi bo'lsang, o'sha Lin xonimingni aybla. Tushunardingmi, qizaloq? Senga 3 sekund beraman. Men avval uni bitta ko'zini kuydiraman. Senga 3 soniya vaqt beraman. Undan hoziroq qo'lingni tort. Hozirgina senga e'tibor qilmabman. Sen kim bo'libsanki meni ishimga burun tiqishga jur'at etsang? Chinxiao, siz bu ishga aralashmang. O'zim hal qilaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni tan soqchingizman. Sizlarning tinchligingiz meni bo'ynimda. Tan soqchi degin? Nima? Sen men bilan hazillashyapsanmi? Ha? Hoziroq tark etsang, seni tirik qoldiraman. Bu. Chinxiao, men sizga aytdim. Bu ishlar sizga taalluqli emas deb qolaversa, qizingiz ham shu yerda. Qarsaklar. Heochi, Chiqib ketingmish. Endi kech bo'ldi. Beudu shahrida ko'p yillardan beri bo'ldim va kimdir menga bu kabi e'tiroz bildirishga birinchi marta jur'at etyapti. Agar olishni istasang, men senga yordam beraman. Oxirgi marta ogohlantiryapman. Odamlaringni olib ket. Jinursan, meni qo'yib yubor yoki men ularga ichkariga kirishlarini aytaman, hammangizni To'xta. o'ldirishadi. Qo'yib yubor. Chinxiao, uni qo'yib yubora qoling. Men roziman. Men rozi emasman. Siz Xotirjam bo'ling, ularni dadamga kuchi yetmaydi. Rost aytyapman.